hozir Ras 29 kilovatga chiqdi bu. Mana endi ishga tushdi bu apparatimiz ham. Endi bu yoqda mana sotish tizimida mana funksiyasini ko'rsatib turibdi. Buni o'tib ketib qoldi hozir. 21 4 Başta 24,5 yaqinlashyapti. 21 deb olsak ham o'ziga 8 kilovat ishlatibdi hozir. Ham davlatga chiqib ketyapti. O'rtasida rangisi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilaveringlar. Biz tomonidan o'rnatilgan har bir panel, invertor, akkumulyatorlarga sertifikat garantiyalari bor. Tancho Solar aytiladi o'zi xitoychada. Tancho Solar firmasida ishlab chiqarilgan har bir texnikalarga sertifikatlarni yozib beramiz firma tomonidan. Mikrokran bu Dubayda ishlab chiqarilgan invertorlarimiz, buni ham garantiyasi bor 5 yilga.